Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ro'zaga aloqador fiqh darslarining davomi. Bugun so'zlaydiganimiz Ramazonda ro'za tutmasimi bo'ladigan, ya'ni ro'za tutmaslikni durust qiladigan uzrlar haqida bo'ladi. Ya'ni Ramazonda qandaq ahvollar ostida ro'za tutmasimi bo'ladi? Birinchi, safar qilish. Musafir kishi ro'za tutishga toqati yetsa-mu, Amma Allah Ta'ala'nın فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sizlerden qaysanglar kesel bolsa yoki safar ustida bolsa, boshqa kun ro'za tutsin degan shu oyatiga amal qilgan holda ro'za tutmasmi bo'ladi. Onun başqa yana Sahih Muslim va Sahih Buxoriyda Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundaq degan: "Kunna nusafiru ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam, falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftir va al-muftiru 'ala as-sa'im." Ya'ni biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga safar qilgan edik. Bizdan ro'zador kishilar ro'za tutmagan kishilarni ayiblamadi va ro'za tutmagan kishilar ro'za tutganlarni ayiblamadi. Yani musafir kishi Ramazon oyida safar ustida bo'lganligi uchun Alloh taolaning shu oyatiga amal qilib, Allohning ruxsatini qabul qilib, ro'za tutmasimi gunohkor bo'lmaydi, ammo ro'za tutsimi bo'laveradi. Ramazonda safar qilgan kishining ahvoli 3 xil. Birinchi, agar bu musafir kishi Ramazonda ro'za tutsa yoki tutmasa, uning uchun o'xshash. Ya'ni ro'za tutganligi sababidan u qiyinchilik tatib qolmaydi, uning hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu xil holatda u kishi ro'za tutsa afzal bo'ladi. Ya'ni bugungi kundagi o'xshash aeroplanda safar qilish deganga o'xshash safar qulaylik bo'lgan safar bo'lsa, qiyinchilik bo'lmagan safar bo'lsa, ikkinchi xil ahvol bu kishiga nisbatan safarda ro'za tutsa, qiyinchilik tatib qolgan bo'lib qolsa, uning nisbatan ro'za tutmasligi yaxshiroq bo'lsa, bu chaqda qiyinchilik bo'lganligi uchun qiyinchilik bor turib ro'za tutsa, u chaqda buning ro'zasi makruh bo'ladi. Chunki buning sababi bu kishi Alloh taolaning ruxsati bor turib o'ziga qiyinchilikni yuklab olganligi uchun, Allohning ruxsatidan yuz o'rganligi uchun. Ammo bu kishi qiyinchilik bo'lsin mayli deb safar ustida Ramazon oyida ro'za tutib olgan bo'lsa, umi durust. Ammo sharti bu kishi Ramazon oyida safar ustida ro'za tutganlik sababidan biror ziyonga uchramaslik kerak. Masalan, tan salomatligi degandek. Yoki masalan mujohidlar ro'za tutmay bir narsa yeb ichib o'zini kuchlantirib kafirlar bilan jihad qila olish kerak. Ya'ni mushaqqat bo'lsa-mu bu odam mushaqqat kichidisa, ro'za tutsa, biroz ziyonga uchramasa bo'laverdi. Lekin ro'za tutmasligi ruxsatni qabul qilganligi uchun afzal bo'ladi. Buning dalili Sahih Muslim va Sahih Buxoriyda rivoyat qilingan Abu Darda radhiyallohu anhuning hadisi. U mundaq deydi: Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga Ramazon oyida nihoyatda issiq kunda Havana isib ketgan issiq kunda birga safar qildik. Hatta bizning ba'zilarimiz kunning issiqligidan qo'lini o'zining beshiga qo'yib olgan. Va bizning ichimizda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va Abdullah ibn Ravaha radhiyallohu anhudan boshqa hech kim ro'zador emas edi. Endi musafirning 3-chi xil ahvoli. Agar Ramazon oyida musafir ro'za tutsa, nihoyatda og'ir qiyinchilik bo'ladigan bo'lib qolsa, u chaqda bu kishining haqida Ramazon oyida ro'za tutish harom bo'ladi. Buning dalili Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'lum bir safarda edi, kishilarning to'plashib olganligini va ularning ichida bir kishiga boshqalar soy qilib birayotganligini ko'rdi-da va mundaq dedi: "Bu nima ish?" dedi. Shuning bilan sahobalar bu kishi ro'zador ekan deganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Laysa minal birri as-sawmu fis safari." Safarda ro'za tutish yaxshilikning qatoridan emas dedi. Ya'ni Ramazon oyida safar qilgan kishi, musafir kishi agar uning og'ir qiyinchilik bo'lib qolgan bo'lsa, u chaqda uning haqida ro'za tutish mushadisga asosan harom bo'ladi. Ikkinchi xil sabab, ya'ni ikkinchi o'zra kasal. Kasalni Ramazon oyida ro'za tutmaslikni durust qiladigan sabab qilib e'tiboriga elib shariat naslari kelgan, ya'ni Qur'on va hadis buni bayon qilgan. Undaqda Ramazon oyida ro'za tutmaslikni durust qiladigan kasallik qanday kasallik? Bundaq kasal degan, agar kasal kishi ro'za tutsa, nihoyat og'ir qiyinchilik bo'lib qoladigan yoki ro'za tutganlik sababidan halok bo'lib ketishdan ansirgan bo'lsa, yoki ro'za tutganlik sababidan uning kasali texim og'irlashib ketsa va yoki uning kasalining saqayishi
saqaydigan vaqtidan kechikib ketsa, u chaqda bu kasallik Ramazan oyida roza tutmaslikni mubah qiladigan uzrlarning biri hisoblanadi. Ammo roza tutsa, uning hech qanday ta'sir ko'rsatmaydigan kasal bo'lsa, masalan, kichkina bosh og'riqi, tish og'riqi yoki zukam deganga o'xshash yenik kasallar bo'lsa, u chaqda roza tutmasa gunohkor bo'ladi. Cho'qim roza tutish kerak. Alloh taolo shundoq deydi, sizlardan kimki kasal bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsa, boshqa kunlar tutsin. Ya'ni Ramazonda tutolmagan rozasini Ramazondan keyin kasal saqayganda qazosini qilib tutibassin deydi. Ya'ni biz boya deb o'tgandek, Ramazonda shu ig'ir kasallar tufaylidan roza tutolmay qolganlar keyin kasal saqayganda qazosini qilsin demoqchi. Ammo bu yerda demoqchi bo'lgani saqiyish umid qilingan kasal demoqchi. Ammo saqayishidan umid yo'q ig'ir kasalga nisbatan bu kishi roza tutmaydi. U kishiga qazosini qilishmi vojib emas. U kishi faqat fidya bas bo'ladi. Fidya deganimiz roza tutmagan kun uchun bir miskinga taom berish. Chunki Alloh taolo shunday deydi: "Va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Taqat yetgan kishi bir miskinga tamoq berib fidya bersa bo'ladi. Ya'ni roza tutmagan kun uchun. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu shunday deydi: "Fidya deganimiz bak yashnab qolgan yosh cho'ng er kishi yoki ayol kishi. Bu ikkisi roza tutish qodir bo'lmaydi. Bular roza tutmagan har bir kun uchun bir miskinga tamoq beradi. Yedirdigan tamoqi xurmo yoki guruch yoki bug'doydan yerimsa yoki o'zi turayotgan shu davlatda yeydigan tamoq turlaridan yerimsa. Bir sa deganimiz Cumhurlarnigida 2 kilo 35 gram, Hanafi mazhabda 3 kilo 250 gram. 3 kilo 250 gram bo'yicha hisoblasa, faqir miskinlarninki manfaatiga bakroq rioya qilgan bo'ldi. Shuningki yerimini bas bo'ladi. Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh kasalni 3 qismga ayirdi. Birinchi, roza uningga ta'sir ko'rsatmaydigan kasal. Masalan, bosh og'riqi, tish og'riqi, zukam deganga o'xshash. Bu xil kasallar tufaylidan roza tutmasligi durust emas, chuqur roza tutish kerak. Ikkinchi xil ahvol, roza tutsa jafo tortib qoladi, ammo uningga ziyon qilmaydi. Bu xil ahvolda uning roza tutishi makruh, ya'ni yomon ko'riladi va roza tutsimi durust. Uchinchi xil ahvol, roza tutsa uningga noiti mushaqqat bo'lib qoladi, qiyinchilik bo'lib qoladi va uningga ziyon qiladi. Masalan, jigar kasali va shakar kasali deganlarga o'xshash. Bu xil ahvol ostida bu kishining roza tutishi harom. Bugungi dars mushagich bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.